Hammaga salom do'stlar. Bu videoroligimiz Dogecoin sayti haqida bo'ladi. Bu sayt ham hozirda juda aktiv, ko'pchilik bu saytda ham pul ishlayapti. Shuning uchun shu saytni ko'rsatib berishga qaror qildim. Bunda Dogecoin, bunda Doge kriptovalyutasini ishlasangiz bo'ladi. Ro'yxatga o'tish uchun men video tagida silka qoldiraman. Shu silka orqali o'tib ro'yxatga o'tishingiz mumkin va shunga o'xshash yana juda ko'p saytlar bor. Hammasiga men silka qoldiraman video tagida. Hammasidan ro'yxatga o'tib pul ishlasangiz bo'ladi. Endi bu yerda ro'yxatga o'tish uchun signal, ro'yxatga o'tish bu login kirish. Men ro'yxatga o'tganman, shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri profilimga kirib olaman. Ro'yxatga o'tish uchun faqat pochta kerak bo'ladi, juda oson. Shuning uchun ko'rsatib berish shart emas deb o'ylayman. Mana do'stlar, profilimizga kirib oldik. Endi bu yerda qanday pul ishlasa bo'ladi? Mana Dice. Bu saytda o'yin o'ynab pul topsa bo'ladi. Bu yerda Games degan yerda Dice degan o'yin bor. Masalan, ko'pchilik shunda o'ynaydi. Bu eski algoritm bo'yicha ishlaydi. Mana shu algoritmni ko'pchilik biladi. Bitta knopka, raqamlar, masalan, bosib tursangiz o'yin o'ynalaveradi. Hozir balansda hech qanday summa yo'q. Birinchi ro'yxatga o'tganingizdan so'ng mana shu saytga kirganingizda pochtaga tasdiqlash kodi jo'natiladi. Ya'ni tasdiqlash kodini jo'natgandan so'ng siz tasdiqlaganingizdan so'ng mana shu saytda sizga bonus beradi. Shu bonusni olamiz. Birinchi mana 10 ta bonus beradi. Men pochtani tasdiqlagandan keyin shu bonusni olasiz. Mana Doge kriptovalyutasida beryapti, ko'rib turganingizdek. Shu 10 ta bonusni olamiz birinchi. Keyin har soatda bitta-bittadan bonus beradi. Mana 59 daqiqa qoldi. 59 daqiqadan keyin bonus beradi yana. Ko'rib turganingizdek 0.1 Dogecoin bor hozir bizda. Endi o'ynasak bo'ladi mana. Mana shu o'yinda o'ynab pul yutishingiz yoki yutqizishingiz mumkin, lekin bunda mana shu o'yinlarda qanday yutish taktikalari mana shu YouTube'da ba'zi bir videolarda juda ko'p. Masalan, ba'zi bir insonlar mana shu algoritmda qanday qilib yutish usulini bilib, mana shuni YouTube'da videolarda o'rgatyapti boshqalarga. Ana shularni ko'rib, o'rganib, masalan, mana shu o'yinda yutishingiz mumkin. Ko'pchilik mana shu o'yin orqali, mana shu saytlar orqali 400-500 dollardan ham pul ishlayapti oyiga. Endi bu o'yinni o'ynadingiz, masalan, wallet degan joyida mana hamyon kashlok, bu yerda withdraw degan joyi bor. Doge adresini kiritib, summani kiritasiz, balansingizda qancha bo'lsa, keyin withdrawni bosib siz pulingizni chiqarib olishingiz mumkin. Agar sizda bonus orqali juda kam deb bilsangiz, siz depozit orqali kamroq kriptovalyuta kiritib, shu orqali o'yin o'ynab pul topishingiz mumkin, kattaroq summa o'ynamoqchi bo'lsangiz. Yutqazmaslik uchun oldin birorta algoritm, taktikani o'rganib olishingiz kerak. Shunda yutqazmaysiz. Endi bu yerda yana nima bor? Qo'shimcha daromad uchun affiliate program, ya'ni partnyorga referral silkani tarqatib, siz referral yig'ib pul topishingiz mumkin. Referraldan ancha ko'p pul topsa bo'ladi. Albatta sizda buning uchun kattaroq kanal kerak, reklama qilish uchun. Mana shu saytni masalan People reklama qilib, People odam yig'ish uchun. Xuddi shunday qilib saytimiz shundan iborat. Agar sayt bo'yicha birorta savol bo'lsa, siz video tagida yozib qoldirishingiz mumkin. Iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Hammaga omad do'stlar, video shundan iborat edi. Agar pul chiqarish problemasini hozir aytib o'tmoqchi edim. Pul chiqarish qarib esdan chiqib ketibdi. Mana pul chiqarishni ko'rdingiz, qayerdan chiqarishni, lekin qayerga chiqarish, agar qayerga chiqarishni bilmasangiz, masalan Doge adresini, Doge kriptovalyutasini qayerga chiqarishni bilmasangiz, Payrdan hamyon ochishingiz kerak bo'ladi. Payrdan hamyon ochish uchun men video tagida silka qoldiraman. Ana shu silka orqali Payrdan hamyon ochib, shu Payr hamyonga pul chiqarishingiz yoki Payr hamyondan mana shu saytga kriptovalyuta to'ldirishingiz mumkin, kriptovalyuta o'tkazishingiz mumkin. Payr hamyonini esa oson, har qanday kartaga pulni tashlash mumkin yoki kriptovalyutadan dollarga o'tkazib aylantirishingiz mumkin. Ya'ni kriptovalyutani oson sotishingiz mumkin. U Payr ham birja, kriptovalyuta birjasi ham hisoblanadi. Endi boshqa savollar yo'q deb o'ylayman. Boshqa bu yerda aytadigan narsa qolmadi. Agar savollar bo'lsa video tagida yozib qoldirishingiz mumkin. Video sizga foydasi tekkan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Hammaga omad, xayr, sog' bo'linglar.